Assalomu alaykum. Ismingizni bilmayotganman xonim. Men sizni nima deydi demadim. Hamda siz shu gaplarni qilib ekansiz, shu sizning gapingiz orqali bir ikki og'iz o'zimning gapimni qilib olay dedim. Bizning ajdodlarimiz gapni ochig'i qarqo'saq. Ilm yo'q. Diniy bilim bor, faniy bilim yo'q. Qolgan kunimiz mushu. Reallik bu. Dünya vaziyetini tushunmaydi, dünya siyosetini bilmaydi shu vaqtdagi. Shu vaqtdagi dünya siyosetining Uyg'urlardan nimani talab qilganligini uqmaydi. Shun qolgan kunimiz mushu. Ular aqlli bo'lgan bo'lsa, ular aqlli bir ishlarni to'g'ri yakun, to'g'ri qarorlarni chiqara oladigan insonlar bo'lsa, biz bugungi avlodlar bugungi kun qolmaydi. Bugünkida xorliqda yashamaydi. Xonim qizlarningki jinsiy yo'liga Xitoylar dembang tiqib o'ynaydigan, bosqinchilik qiladigan, xavfsiz papirib solaydigan, o'ltiradigan kunlar qolmaydi. Mushlarning hammasi shularningki to'kisi hamdi.